Sabina, mana qayerga olib keldingiz? Siz bilmaysizmi? Eng zo'r qimmat kompleksi Mirabad Avenue. Qara, havo issiq, cho'milgim kelyapti-da. Faqat ozgina suv yetmayapti-da, chunki bu yerda hech kim yashamayapti. Bilasizmi qaysi kompleks bu? Mirabad Avenue, Golden House застройщикimiz. Bu yo'llarchi? Eng nomer 1 hisoblanadi. Bu yerda endi letniy kuxnya. Mana qarang, bu yerda oshxonani kattaligini qarang, mana bular. Burada barbekyu zonalari bor. Hammasi MDF dan qilingan va naturalniy kvars qo'yilgan. Hovlida, shahar o'rtasida hovli. Shunaqa ko'pchilik qidiradi. 3-4 xonali uyimiz, bu yerda endi 230 umumiy maydon uyimiz. 230 kvadrat. Ha, 230. Bu hammasi ochiladi, vitrajni. Hammasi ayzda ochilar ekan, polni. Oilaviy basseynda cho'milsa bo'ladi. Mazza. Ikkita tomonda ham terrasalari bor. O'zi polni terrasa bu. Mana bularning hammasi pult orqali ochiladi, yopiladi. Sanuzellari bor. Keyin bu yerda hamma yoqda trap o'tilgan, mabodo yomg'ir yog'sa, hech qanaqa yomg'ir suvi ham qolib ketmaydi. Mana bu barni stol, endi anaqalarni bemalol diskotika qilib ham o'tirsa bo'ladi, oilaviy mazza qilib. Kokteyllar tayyorlab beradi. Da, mana bunaqa barni stulchiklarini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana joyini qarang. Shu havo issiq bo'lsa ham sal shoboda kelyapti bor. Chunki bu yerda hamma yoqdan skvoznoy kelyapti, uglovoy joy. Manzara va chiroyli. Kechasi bu yerda ko'rib o'tirsangiz, mazza, ajoyib. Bu yerda anaqasi endi nima deydi? TV zonaga joy tashlangan ekan. TV zona keyin mana bu elektronnilar bor-ku endi. Ha, shunaqa qilsa ham bo'ladi. Shunaqa qilsa bo'ladi va 6 personali stol mazza. Bilasizmi, Sabina, bu yerda yaqindan sotgan uyimiz mana shu terrasali где-то 1 million 700 larga sotildi. Yo'q, bu yerda juda ham arzon, chunki egasi zarur pul kerak bo'lyapti. Почти korobka narxida sotilyapti. Endi uy ichkarini ko'rsatamiz. Mana bu 12 ekan, qarang. Ha, Onyx bu yonadi. Hamma yoqda paliflari bor. Bemalol, даже ko'ryapsiz, hech kim yashamaganda hamma narsa yashil bo'lib turibdi. Shu dahshat. Qani ketdi ichkani ko'rsatamiz. Niyat qilganga endi hammaga nasib qilsin. Liftdan chiqsa bo'ladi bu yerdan. Ikkita xud. Ikkita. Xolasi u yoqdan, xolasi o'zinada. Va uydan. Bo'ldi, ketdi, biz bu yoqdan, ha? Oyoqni ichamiz. Sabina, hozir shotdilarmi? O'sha zinalari shunaqangi baquvvat ekan, meni besim ushlab tursa, vashshi zo'r ekan. Juda ham udobniy. Siz kam o'ziga. Qani, nima qilamiz? Kiramiz ekan. Kirishdami? Mana ko'zim naryoqqa tushyapti. Ha, birinchi etajmi shunaqa ekanda. O'zini. O'zi bu 9 bilan 10. Dupleksda. Dupleks, ha, 230 maydon, bu yerda qirish qismi. Umumiy kvadrat 230. 230 terrasani birga. Keyin oshxonani ayollar xonasi deydi, lekin Bismillahirrohmanirrohim. Komfort zonamiz. Lekin ikkita balkonlar bor, shunaqa balkonlar. Ikkita balkon borga vid zo'r ekan. Oshxona lekin ne только ayollar, erkaklar ham yaxshi ko'radi. Chunki ana dam olganda oilaviy ovqatlar qilib berib farzandlarga podachi qilib, chiroyli. Endi ko'pchilikda bilasiz, Mirabad Avenue'da oshxonani kichkina qiladi. Bu yog'ida polni potolok, potolok anaqalarni shkoflarni qilingan. Bemalol idishlarni, любой narsani. Mana bular hammasi shpon ekan. Shpon, ha. Mana bular tosh ekan. Ustidan zashitka qilib olgan, baribir xamir yoysangiz, ayollarimizga shkaf yetarli darajada ko'p ekan. Da, ikkitali endi katta xolodilnik qo'yilgan. Сразу aytaman, texnikalar bu yerda Hoffman, chunki egalari juda ham yoqadi Hoffmanlari, hozir ko'pchilik Bosch, Smek bir xil hammasi, просто brendi. Lekinchi buni ana bizdan o'zbeklar bo'lib olaman desam, bo'lsa ham bo'ladi, takoy kompaktli bo'ladi. Anaqa vitrajli holati zo'r. Lekin shunaqa kompleksda hozir bilasiz, unaqa mehmonlar kutishmaydi, bemalol 8 personali stol. Mana bu yerda kattagina o'tiradigan balkon qismi bor ekan. O'tirib olib, issiqda ham o'tirib olsa bo'ladi. Tasavvur qiling, kechasi qanaqa mazza bo'ladi. O'tirib olib, issiqda o'y telib ketolman deb o'tirsa ham bo'ladi, atak. Zagaromoqchi bo'lsa. Va bilasiz, bu mahalla juda ham chiroyli. Mana bunaqa eski mahalla emas. Lekin tomlari ham chiroyli, daraxt joylar. Mirabad Avenue'ning shu tomonlari menga yoqadi. Nimasi, bilasizmi? Bu yerda parkovka вообще muammo emas. Yo'q. Lekin qo'ya olasiz, pastmi, tepami? Podzemni olmasangiz ham tepaga bemalol qo'ysa bo'ladi. Chunki hozir oilada 3 ta 4 ta mashina kamida bo'lyapti. Borda. Bu detskiy xona ekan, bitta farzand mana bilan qarang, yumshoqqina qilib qo'yibdi bor. Yana ko'rdingizmi, bu yerda potoloklar baland. Baland, 345 bor уже. chiqadi-da. Bu detskiy birinchi spalnyamiz endi. Birinchi spalnya. Kelinglar. Ikkinchi katta spalnyamiz. Like bosib qo'yinglar. Endi mana spalnya balandligini qarang. Buni pasti ham даже shkaf ekan, ochilar ekan. Azizlar. Bemalol kiyim, между sezonkali kiyimlarni taxlab olsa bo'ladi. Keyin minimalizm ahamiyat beringizmi? Hech qanaqa lishniy narsa yo'q. Yo'q. Abo'la yo'q, hammasi italyanskiy kraskani ustidan urib olgan, xohishiga qarab uni yuvsa bo'ladi, xohishiga qarab uni yana boshqatdan bo'yab olsa bo'ladi. Bu yerda общий sanuzlimiz,
xuddi siz klientimiz, sizga ko'rsatib yuribman. Kelinglar, ko'ringlar. Dahshat lekin. Juda ham katta, keng, udobstvolar, hamma narsasi bor. Paroshkovoy zona. Endi va yana bu Eshiklarimiz yog'och ekan. Spalnyamizga Mana bu qarang. bedroom. Bu juda ham katta. Katta spalni. O'zini alohida Ko'p hozir Mirobodda ko'p uylar kirsangiz bundan katta spalnisi yo'q. yo'q, Kichkinaroq. chunki qimmat deb o'tdi. Da, Kvadraturasi da, o'zi da. qimmat, hamma anaqasini qilib, ekonom qilib, ko'proq xonalarni qilaman deb shunaqa turishadi. Keyin bu yerda har bitta eshiklarni, oynalarni zamoklari bor, zezkicha Ha. ochmasin deb. Bolaga Da, bezopasini balandligiga yaxshi ko'rasizmi? Misol uchun men даже men Vысотasi baland. o'tolmayman-da. Da, Anaqa vысотasi 1.75 bo'yim bo'lsa, ko'pchilik so'rashadi, bo'yim necha deb. Maqtamasam bo'lmaydi. Xo'p. aytib qo'ydilar. Xo'p, keyin bu yoqda Rangi menga yoqdi. ko'zingizga charchatmaydi. Sizga ham yoqdimi? Like bosib qo'yganda. Keling, o'ting, ko'rsating. Bu yoq sanuzilimiz ekan, o'zini kattagina, bemalol cho'milsa bo'ladi. Va keyin siz sig'adigan joyimizga qarang, ko'pligi. Kecha bitta klientimizga ko'rsatdik, menga mana shunaqa shkaf yoqadi deyotdi, loftdan. Chunki bu ham kvadrat-ku, kvadratiga pul oladi. Ko'pchilik aytishadi, ko'proq shkaf qilsin. Bu har bitta 1 kvadratiga bitta misol uchun 5-6 mingdan dollar yo'q deydi. Hozir olaman, remont qilaman, shu terrasa ham sotib olayotganda ham shu pul to'lanadi. Gul nomini bilasizmi? Bilmayman. Guli nomi nima? Kim topadi? Men bilaman. Qora shahzoda. У меня мамочка Shahzoda ismida. Ну всё, Mirabad Avenue. Narxini aytamizmi? Narxi yozamiz, chunki bu yerda yaxshi savdolashgan anaqasi ham bor, zazori ham bor. Endi startov narx qo'yib qo'yganmiz, opisaniyada yozilgan va telefon tezroq qiling, chunki bu yerda unaqa variantlar yo'q. 2 million dollardan ko'pi bor. Bu yog'ida lekin zo'r korobka narxiga. Olib u yoq-bu-yoqga sal o'zgartirish kiritib foydalansangiz bo'ladi. 300 ming, 400 ming dollar. Совместный video yoqqan bo'lsa, обязательно класс. Like bosib qo'ying. Kimga niyat qilgan bo'lsangiz, strelочкani jo'natib yuboring. Negativ bo'lsa sekin kelib qoching. Xayr. Endi zo'r